Assalamu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz. Amerika Kengash palata a'zosi Marco Rubio Uyg'urlarga yordam berishni maqsad qilgan qonun loyihasini tanishtirdi. Pokiston va Sri Lankadagi krizis boshqa davlatlarni Xitoyning qarz qiltig'iga tushmaslikka undaydigan ibrat bo'lib qoldi. Yangi lager shohidi guvohlik berish uchun Amerikaga yetib keldi. Sharq Turkistonda tutqundagi Uyg'urlarning urug' tuqqanlari zavodlarda majburiy emgakka silinmoqda. Saudiya Arabistoni Xitoyga qaytarishni planlagan 4 nafar Uyg'urni qaytarish planini hozircha to'xtatdi. Tuvanda diqqatli xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Florida kundalik gazetorining 12 apreldagi xabariga ko'ra, Amerika Kengash palatasining Cumhuriyetchilar partiyasidan bo'lgan a'zosi Marco Rubio Uyg'urlarni qo'g'dashga oid yana bir qonun loyihasini Kengash palatasiga sungan. Egincha mazkur qonun loyihasi Amerika Tashqi ishlar ministrligining Uyg'ur kishilik huquq faoliyatchilarini Amerika Nutuq programmasiga kirgizib, ularni musulmon davlatlardagi ommaviy diplomatiya munbarlarida Uyg'ur va boshqa musulmon millatlar uchrayotgan dafsandichilikni so'zlashga o'rlashtirish. Xitoy bilan bo'lgan diplomatik uchrashuvlarda Sharq Turkistondagi lagerlarni ziyorat qilish, Uyg'ur tutqunlarining qo'yib berilishiga kafolatlik qilish strategiyasini bekitish, Amerika diplomatlarini Uyg'ur tilida tarbiyalash, Xitoy, Turkiya va Uyg'urlar ko'proq yashaydigan boshqa davlatlardagi Amerika diplomatik apparatlarida kam deganda birdan Uyg'ur tili biladigan xodimlar bo'lish. Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi elchisining Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'urlarga va Sharq Turkistonga munosabatli faoliyatlarga qarshilik qilishga aloqador har qanday qarorga qarshi turishga kafolatlik qilish qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. The Printer'ning 12 apreldagi maqolasida ko'rsatilishicha, Xitoydan ko'plab qarz olgan va iqtisodiy jihatdan Xitoyga zo'r darajada beqinib qolgan Pokiston bilan Sri Lanka navbatda og'ir iqtisodiy krizisga petib qolgan. Dünya Bankasının yaqinqi dokladida ko'rsatilishicha, Pokiston navbatda dunyodagi 10 cho'ng qarzdor davlatning biriga aylangan bo'lib, bu qarzlarning mutlaq ko'p qismi Xitoydan elingan ekan. Sri Lankaning Xitoyga taxminan 8 milliard dollar qarzi bor ekan. Sri Lanka 2017-yili qarz qaytarishda qiynalganligi uchun o'zining ikkinchi cho'ng porti bo'lgan Hambantota portini 1 milliard 200 million dollarga Xitoyga 99 yillik ijaraga berishga majbur bo'lgan edi. Gerçi bu davlat 2021-2022 yillar orasida Xitoyga 2 milliard dollarga yaqin qarz qaytargan bo'lsa-mu, ammo hali ham cho'nqur qarz patqidan qutulamagan. Shu vajidan 2021-yili Sri Lanka prezidenti Gotabaya Rajapaksa Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishganda Xitoyning Sri Lanka bilan bo'lgan mavjud qarz qurilmasini tangishishini o'tingan bo'lsa-mu, Xitoy buningga yaqin ekanmagan. Xitoy boshqa davlatlarga osonlik qarz beradiganday qismi, ammo qarz qaytarish jihatdan nihoyat qattiq talablarni qo'ydigan bo'lishqa, bu qiltoqqa dasiganlik davlatlar burniga yeb kelmoqda. Qo'g'dag'uchi gazetorining 13 apreldagi xabariga ko'ra, Sharq Turkistondagi ma'lum bir lagerga 10 oydan ortiq qamalgan yana bir lager shohidi Uvalbek Turdaxun 8 aprel kuni oilasi bilan birga Amerikaning Washington shahriga yetib kelgan. Uvalbekning bildirishicha, u asli Ulug'chat noyisilik bo'lib, ayoli Qirg'iziston fuqarosi bo'lganlikdan 2018-yil fevralda ayolining tuqqanlarini yo'qlab Qirg'izistonga borgan. Ammo qaytib kelgan hamon Qirg'izistonda ruxsat qilingan muddatdan uzun turgan degan bahona bilan tutqun qilingan. Shundaqla u tutqun qilingandan keyin har xil qiyin qisqaqa duch kelgan. Jumladan yo'lvos o'rindiqda o'ltirg'izilgan. Uvalbek va uning 23 nafar komirdeshiga noma'lum o'qillar urilganlikdan ularning quloqlari va put-qo'llari qattiq og'riydigan bo'lib qolgan. Hatta ularning quloqlaridan seriq yerang chiqqan. Yana ba'zilar bo'lsa mang'amas bo'lib qolgan. Uvalbek 2018-yil 11-oyda lagerdan qo'yib berilgandan keyin 1 yilcha oilasida nazarband qilingan. Shuning bilan 2019-yil 12-oyda u o'zining qayta tutqun qilinishidan ansirab, oilasidagilar bilan birga Qirg'izistonga kelgan. Lekin Xitoy doiralari uni Qirg'izistonda aromida qo'ymay, yurtiga qaytib kelishni talab qilgan. Shundaqla oradan 2 yil o'tib, Uvalbekning vizasining vaqti to'shqanda, Qirg'iziston doiralari uning vizasini o'zartib belgilamagan. Hatta Uvalbek Xitoy qaytarilish tahdidiga duch kelgan. Shuning bilan Marco Rubio qatorliq Amerika parlamenti a'zolarining yo'l mengishi natijasida Amerika tashqi ishlar ministrligi Uvalbekka alohida ko'chmanlar vizasi berib, uning Amerikaga kelishiga yo'l ochib bergan. India Bilomistorning 15 apreldagi xabariga ko'ra, G'uljinoyat Cho'loqay yezisidagi Aralla 700 dan ortiq nupusi bor Shayx mahalla kentida oz deganda 100 kishi turmadi ekan. Shundaqla Xitoy doiralari mazkur tutqunlarning ko'pinchisi ayollar, oz bir qismi yashanganlardan tarkib topgan oila tavobatlarini maxsus avtobusda zavod fabrikalarga olib, kuniga 10 soatdan 12 soatgacha ish qilmoqda ekan. Bularni ish haydakchilik qilishga ajratilgan maxsus xodimlar bor ekan. Cho'loqaydagi bir soqchining bildirishicha, mazkur zavodlar G'ulji shahrining sirtidagi Yamachang degan yerda bo'lib,
Mazkur saqchi u yerda taxminan 500 dek odam ishlaydi. U yerda kiyim, paypoq va palay tikadigan zavodlar bor degan. Egilinishda tutqundagi Uyg'urlarning mazkur oila tavobatlari sahar soat 6 da zavodlarga opirilib, kech soat 6 da o'z kentiga qaytarib kelindi ekan. Hindistondagi siyosat to'rining 16 aprildagi xabarida ko'rsatilishicha, dunyo miqyosidagi Uyg'urlarning va nurg'un kishilik huquq tashkilotlarining turli tirishchanligi, jumladan namoyish va e'tirozlar sababli Saudiya Arabiston aslida 13 aprel kechda Xitoyga qaytarishini planlagan Hamdullah Vali, Nur Muhammad Rozi, Buxalcham Abdullah va Babur Amir Ahmaddan iborat 4 nafar Uyg'urni hozircha Xitoyga qaytarmaydigan bo'lgan. Xalqaro kechirim tashkiloti 14 aprel bu vaqtdagi Twitter yozmasida shunday degan. Tunigun kechda 4 nafar Uyg'urni qaytarish plani amaldan qoldirildi. Lekin ular yanada g'oyat zo'r xavf ichida turibdi. Saudiya Arabiston bilan diplomatik munosabati bor davlatlarning Saudiya doiralarining mazkur qaytarish planini taltukis amaldan qoldirishga va bu 4 Uyg'urning o'zi xohlagan davlatga ketishiga yo'l qo'yishiga undishi favqulodda zarurdir. Xabarlarimizni ko'ngilingizga rahmat, ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.